Davramizda eng professional studiya bu Shuhrat Media studiya yigitlari oltin tasmalarga yozmoqda, bizni tarixga muhrlamoqda. Azizlar, shunday ekan, xonadon sohibalarini Rajabovlar sulolasini yana bir bora to'ylar bilan muborakbod qilar ekanman. Adolat opa, yana bir bora to'ylaringiz muborakbod bo'lsin deymiz. Muboraklar bo'lsin qilgan to'yingiz, juft patikli, ko'shikli ayvon joyingiz. Mudoma hurmatda, izzatda o'taversin umringiz. Boshlagan to'ylaringiz takror va takror muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, ana shunday a'lo kayfiyatsiz u bizni oqshomning so'nggi daqiqalariga qadar aslo va aslo tark etmaydi degan umiddamiz. Biz esa qalbimizdagi eng samimiy, eng sof, eng beg'ubor tilaklarimizni oqshomning Shohsultoni va malikasi tomon yo'llashda davom etamiz. Bir-biringizlar berayotgan ahdingiz va baxtingiz muborak bo'lsin. Bugundan muqaddimasiga ilk satrlarini yozayotgan sevgi afsonangiz tillarda daston bo'lsin. Bir-birlaringizga berayotgan ahdingiz va baxtingiz muborak bo'lsin. Oila sarhadlari sari olayotgan qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Baxtli bo'ling. Kelajakda solih, soliha, mo'min, mo'mina, iymon idroki benazir farzandlarni voyaga yetkazishlaringizni Yaratgandan so'rab qolamiz. Ushbu xonadondan xo'p yaxshilar o'tibdi. Siz u bizga tilak tilab yotibdi. Joylari jannat bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Qaniydi oramizda bo'lsalar, Quvona kelin salomlaringizni olsalar, to'ylarimizga bosh bo'lsalar, eslaymiz. Rahimboy bobongizni, Rahmatjon qaynotangizni ruhlari shod bo'lsin, egirib turamiz. Ruh poklari shod bo'lsin, joylari jannat bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin deymiz. Sizga dilovchi, qo'llovchi bo'lib turgan bo'lsinlar. Siz u bizga dilovchi, qo'llovchi bo'lib turgan bo'lsinlar. U ana shunday ajoyib a'lo kayfiyat bilan to'yimizni, boshlagan to'yimizni a'lo kayfiyatda yakuniga yetkazib olsak. Demak, davramizda Rahmatjon akamizni do'stlaridan ajoyib to'y tabriklarini olsak. Demak, davramizga aziz do'stini xotirlab, to'ylariga tashrif buyurgan aziz do'stlarimiz bor davramizda. Marhamat, davramizda Rahmatjon akamizni ajoyib do'stlaridan to'y tabriklarini, kelin kuyovlarimiz uchun ajoyib tilaklarni tinglasak. Demak, davramizda Rahmatjon akamizni do'stlaridan Umidjon akamiz bor ekanlar. Bormilar davramizda Umidjon akamiz? Demak, Umidjon akamizdan ajoyib to'y tabriklarini tinglasak. Demak, davramizda Hikmat akamiz bormilar? Madrim akamiz bormilar? Sho'ra Madrim akamizdan ajoyib to'y tabriklarini tinglasak. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli davramiz qatnashchilari. Bugungi to'y tantanamizga tashrif buyurgan barcha mehmonlar, elatdoshlar, bugungi Azizbek bilan qizimizning qutlug' bir qo'shaloq bayramida o'tiribmiz ekan. Xudoyim baxtli bo'ling. Bayramlar avvasida bo'lib turibdi to'ylaringiz. Kim bo'lsa sizlarki bugun qo'shaloq bayram. Azizbek bilan tug'ilgan kuni ham axı bugun. Xudoyim baxtli bo'lib uzoq umr ko'rgaysizlar. Shu to'y bilan do'stlar hammamiz tabriklaymiz. Sog' salomat bo'lsin, yonimizda yuribdi hammamiz. Rahmat. Tilaklar hamrohligi va ijobatini Yaratgandan so'rab qolamiz. Sizga ham to'ylar muborak bo'lsin, tilaklaringiz hamroh bo'lsin. Uyingiz to'yxona, murodxona bo'lsin, u xonadoningizda ana shunday to'ylar bo'lsin. Elimizga, xalqimizga to'ylar qilib o'tirish nasibi ro'z aylasin deymiz. Demak, davramizda xonadon sohibasi bo'lmish Adolat opamizning ajoyib dugonajonlari borlar, ya'ni sinfdosh dugonajonlardan ajoyib to'y tabriklarini tinglasak. Demak, Muborak opamiz boshchiligidagi sinfdosh dugonajonlardan ajoyib to'y tabriklarini tinglasak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli to'y davramiz qatnashchilari. Mana bugun dugonam Adolatxonning uyida shuning katta quvonchli kunda sherik bo'lib o'tiribmiz. Quvonchli kuniga dugonajon mana siz sinfdoshlar nomidan, oilam nomidan shunday yaxshi kuning bilan tabriklayman. O'g'ling Azizbek qo'shilgan oilasi bilan qo'sha qarib
farzandlari ko'p bo'lsin, shularning baxtli kunlarini ko'rib, quvonib, yashab yurgaysan. Sog'lik farzandlar, sog'lik qizlar bersin. Keyingi baxtli kunlaringdan sherik bo'lib o'tirish nasibasi indiki yillar qolib qolmay shu farzand bo'lgandan kelib tabriklab o'tirgaymiz. Mana bugun Azizbekning tug'ilgan kuni ekan. Shu munosabat bilan mana shu sinfdoshlar nomidan hammamiz tabriklaymiz. Shu o'g'ling Xudoyim 100 yoshlarga kirgandan o'tirgaysan, shularga fotiha berib, shularning duosini qilib o'tirgaysan. Hammamiz kelib tabriklab o'tirgaymiz. Yaxshi. Asa arzimas bo'lsam, sovg'alarimiz qabul qilib olasan. Sinfdoshlar nomidan to'y tabriklari bilan tabriklaydi hammamizni. Katta rahmat, tilaklar hamroh bo'lsin, barchangizga to'ylar muborakbod bo'lsin deymiz. Demak, Adolat opa yana bir bora sizga to'ylar muborakbod bo'lsin deymiz. Shu tilaklar hamrohligini tilab qolamiz. Kelasi yillardan oldin qo'shaloq beshiklar bilan qudatlarimiz tashrif buyurib, qutlab, tabriklab, siz quvonib, qo'shaloq beshiklar keldi deb ana shu elimizga, xalqimizga ajoyib to'ylar qilib o'tirish nasib ro'z aylasin deymiz. Demak, davramizda Adolat opamizni ishchi xodimlaridan, ya'ni hamkasblaridan davramizda ajoyib to'y tabriklari bilan tashrif buyurgan mehmonjonlarimiz borlar. Demak, davramizda shakar zavodining ajoyib Habibulla akamiz bor ekanlar davramizda. Shakar zavodidan tashrif buyurgan, ya'ni boshliq akamiz bor ekanlar davramizda. Shakar zavodining sex direktori, Qandolat sexi direktori, ya'ni Habibulla akamizdan ajoyib to'y tabriklarini tinglasak. Assalomu alaykum davlat qatnashchilari. Tabriklaymiz. Azizbek uka birinchi tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Ilam shu ananga shu gelinning oyoq iziga yarashki, xizmatini buyurgi, qarindosh tog'alarning ichida hech qachon baxting yotmay, Xudo qalasa shu kelasi yilda yangi yildan keyin bir omadli yil bo'lgi, o'g'il qizli farzandli bo'lib ko'payishib yurgaysizlar. Ham kelib tabriklaymiz. Hamma seni tabriklaymiz. Kelayotgan yangi yil Xudo qalasa bir omadli yil bo'lgi, hech kim baxtda yotmay. Rahmat. Katta rahmat, tilaklar hamrohligi va ijobatini yaratgandan so'rab qolamiz. Ana shunday ajoyib tilaklar uchun bitta ajoyib qarsaklar arziydi azizlar. Demak, davramizda hamkasblardan yana Guliston opamiz bor ekanlar. Bormilar davramizda Guliston opamiz? Demak, ajoyib to'y tabriklarini Guliston opamizdan tinglasak marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz Begonam Adolatning farzandlarining nikoh kechasida o'tirgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Bu balamizni tug'ilgan kuni bilan ham tabriklayman. Uzoq yosh, keng davlat tilayman. Farzandlari bo'lganda ham shunday to'ylarda o'tirish nasib etgan hammamizga balo bo'lganlardan. Rahmat. Katta rahmat. Ushbu ajoyib tilaklar uchun balandroq qarsak chalsak arziydi azizlar. Demak, to'ylar bilan qizg'in muborakbod qilgan holda to'y davramiz davom qiladi. Kelin kuyov husni jamolingizga ko'z tegmasin. Go'zal qaddu bastu kamolingizga ko'z tegmasin. To'yingizga tashrif buyurdi do'stu yoron. Do'stu yoron mehmoningizga, mezboningizga ko'z tegmasin deymiz. Demak, davramizda Azizbek ajoyib do'stlardan to'y tabriklarini tinglaymiz. Bu orada sizni tug'ilgan kuningiz bilan, ya'ni tavallud topgan kuningiz bilan qizg'in muborakbod qilamiz. Qo'shaloq shodiyona kunlar unutilmas oqshomga aylanib qolishiga ishonamiz va davramizga Azizbekning aziz do'stlaridan Polvonbek, Allabergan, Hikmatjon, Rahimjon boshchiligidagi to'y tabrigi bilan qutlab kelgan ajoyib do'stlarimizni davramizga taklif qilamiz. Marhamat,
ajoyib to'y tabriklarini Zalatoy do'stlarimizdan tinglasak. Kuyov to'ramizni Zalatoy do'stlari ismni chiqqan chiqmaganini, ya'ni chaqirsak ham chaqirmasak ham ajoyib qalbida ajoyib to'y tabriklari, dil izhorlari bor yigitlarimizni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Azizbek jo'ramizni shu avvalambor tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Shu gelin bilan uzoq umr, qo'sha qarg'aysan jo'ra. Baxtli bo'l. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Avvalambor aziz jo'ramni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ilohim Xudo bergan umrni shu gelin bilan mazmunli, baxtli hayot kechirgaysan. To'ying bilan ham tabriklayman. Gelin bilan baxtli bo'lgaysan. Keyingi shu kunlar bolalaring bo'lganda ham tabriklab kelib o'tirish nasib etsin. Tabriklayman jo'ra. Baxtli bo'l. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yana bir jo'ramiz Azizbekning tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz tug'ilgan kuni bilan. 100 yoshlarga kirgaysan. Shu qo'sha qarg'aysizlar, istagancha farzandlar bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Yana bugun aziz jo'ramning to'yida o'tirgan ekanmiz. Aziz jo'ra, avvalambor tug'ilgan kuning bilan tabriklayman jo'ra. Ilohim Xudo bergan umrni yashab, mazmunli yasha jo'ra. To'ying bilan ham tabriklayman. Gelin bilan qo'sha qaringlar, o'zingiz xohlagancha farzand ko'ringlar. Ilohim shu gelin xonadoniga baxt, saodat kelgan bo'lsin. Shu ota-onangni uzoqi bilan quvontirsin. Tabriklayman jo'ra, qo'sha qaringlar. Rahmat. Tilaklari hamroh bo'lsin. Zalatoy do'stlarimiz uchun bitta Zalatoy qarsaklar bo'lsin azizlar. Katta rahmat. Dunyoning shodligi yig'ilsa butkul. Do'stlarim didoridan bo'lolmas ustun. Do'stlarim jam bo'lib bugungi to'yga, davramiz fayziga qo'shdingiz husn. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deymiz azizlar. To'y davramiz davom qilar ekan. Davramizda Azizbekning hamkasb do'stlari bor ekan. Demak, Azizbekning hamkasb do'stlaridan Qosim akamiz bor ekanlar. Qosim akamizdan ajoyib to'y tabriklarini tinglasak. To'y bo'lsin, to'y bo'lsin. Har bir oltin ostona, to'yxona-yu murodxona bo'lsin. Har bitta ota-onaning qizlari kelinu, o'g'illari kuyov bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan har bitta insonning xonadonida to'ylar bo'lsin deymiz azizlar. Demak, davramizda Azizbekning hamkasb do'stlaridan Qosim akamizdan ajoyib to'y tabriklarini tinglasak. Qosim akamizdan ajoyib to'y tabriklarini tinglasak. Marhamat, Qosim aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun ukamiz Azizbekning nikoh to'yi ekan. Shu ukamiz tabriklaymiz. Shu baxtli bo'lsinlar. Kelgusida bir ajoyib shu farzandlarga ota-onasi bo'lsinlar, o'zlaridan ko'paysinlar. Indiki shu kunlardan bir o'g'li bo'lgan vaqtda shu Azizbek ukamizni tabriklab o'tiraveradi. Hammaning uyida to'ylar bo'lsin. Rahmat so'z berganingiz uchun. Katta rahmat Qosimjon aka. Tilaklar hamroh bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin deymiz azizlar. Demak, xonadon sohibi sohibalariga, Rajabovlar sulolasiga, amma-yu xolalarga, amakilarga, jiyanlarga, barchangizga ajoyib oqshom, to'ylar muborakbod bo'lsin deymiz azizlar. To'y davramiz davom qiladi azizlar. Demak, yana bir bora davramizga siz sevgan, siz kutgan, siz u bizni qalbimizdan joy egallagan san'atkor, aytishimizga hojati bo'lmagan san'atkor, ajoyib iste'dod sohibi davramizda Hajiyov Mansurbek sizga xizmat qiladi. Marhamat azizlar, Mansurbek, davramiz sizga muntazir.
soylarım sanan Senga yonib muhabbatimni Eller küzüp soylarım sanan Senga yonib muhabbatimni Qo'shig'imni alvon baytlari Quyosh bo'lib sochanlar ziyon Qo'shig'imni alvon baytlari Quyosh bo'lib sochanlar ziyon Men yudilga joylarim sanan Senga yonib muhabbatimni Men yudilga joylarim sanan Senga yonib muhabbatimni Seyyoralar kalır hatten Daşkın dilimde bağlar iden Seyyoralar kalır hatten Daşkın dilimde bağlar iden İnan da sanaylarım sanan Senga yonib muhabbatimni İnan da sanaylarım sanan Senga yonib muhabbatimni Yüreğimden zerrin nur alıp Çanakla göz olayım akşamlar Ben yudilga joylarim sanan Senga yonib muhabbatimni Avshu yerkin yuraging mashal Sadoqating quyoshdek yarım Avshu yerkin yuraging mashal Sadoqating quyoshdek yarım Eller küzüp soylarım sanan Senga yonib muhabbatimni Eller küzüp soylarım sanan Senga yonib muhabbatimni Senga yonib muhabbatimni Senga yonib muhabbatimni Senga